Kelinglar, bugun ma'lumot onajonimni avtoriskiy pishiradigan somsalarini ko'rsatib bermoqchiman. Kichkinaligimdan shu yoshga yetgunimgacha shu somsalarni yeb katta bo'ldim. Haligacha qizli uyimga borsam, menga, bolalarimga pishirib beradilar. Demak, xamiriga qatiq sodani aralashtirib, unga solib, ketidan margarinni eritib, tabga ko'ra tuz solib, yumshoqqina xamir qilib olamiz. Nachinkasi uchun kartoshka, piyoz, qiyma, zira, tuzlarni solib, aralashtirib qo'yamiz. Xamirimizni alohida kichkina zuvalachalar qilib, birpas tindirishga olib qo'yamiz. Birpas tingandan keyin onamni tugushlaridagi tugib olamiz. Malika hali shunaqa tugishni bilmayman. Sizlar shunaqa tugib olasizlarmi? Soch o'ragandagi hammasini shunaqa chiroyligina bir tekisda tugib, tuxum sarig'ini ustiga surib olamiz. Xohishingizga ko'ra somsalarni ustiga murch yoki desetini sepib, gaz pechiga tiqib yuboramiz. 180-200 gradusda shunaqa shiringina somsachalar bo'lib qizarib pishadi. Umringiz uzun bo'lsin, har doim menga shunaqa chiroyli somsalar pishirib yuring.